Instagramdagi hamma ochuv va kalta kiyimda tushgan video rasmlarimni o'chirib yubordim. Negaligini bo'lsa, hozir uxodlarimni birga qilib va video davomida sizlarga aytib beraman. Yoshimni Instagramda umuman aytmaganman. Har yili tug'ilgan kunimda 18 yosh to'rt shar qilib, как будто endi 18 ga kirgandek video rasmlar qo'yaman. Shu sababli meni yoshimni Instagramdagi ko'pchilik bilmaydi. Menda shuncha maskalar bor sochga. Men maskalarni rosa yaxshi ko'raman. No menga eng yoqqani mana shu. Hozir shuni qilamiz. Bu maska men sochimni kuydirganman. Ayniqsa mendagi sochi shikastlanganlar uchun zo'r. Bu ham sochinglarni o'stirib beradi. Mendan hamma so'rayapti, qanaqa qilib o'stirdingiz, nima maskalar qilyapsiz deb. Mana shunday sochinglarni yuvib chiqasizlar-da, namli payti mana o'zi upakovkalari ham rosa chiroyli. Qanaqa yaltillaydi sochingiz, qanaqa qalin deysizlar, mana ham sochni o'stiradi, ham yaltillatib o'sha kuygandan qolib ketgan narsalarni, yomon singan, shikastlangan sochlarni tekis qilib beradi. Shunday surib olasizlar, 15 minut, 20 minut shunday dimlab qo'yib, keyin chayib olsanglar bo'ldi. O'zini shunaqa dimlab qo'yadigan narsasi ham chiqadi ichidan. Yoshim 25 da 2001-yilda tug'ilganman. Tug'ilgan kunimga ham ozgina qoldi. Bilmadim, yoshimni qabul qilish menga og'ir bo'lgani uchun men Instagramda hech qachon yoshimni aytmaganman. Bilasizmi, hozir meni o'zi qo'rqitayotgan narsa 25 yosh emas. Men juda ham dunyoga yengil qaragan ekanman. Ko'pchilik bu narsani tan olgisi kelmaydi, lekin hamma ochuv kiyinadigan qizlarni shunaqa demoqchi emasman. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Men o'zim hammaga prosta o'zimni ko'z qilganman va bu menga yoqqan. Yoshim o'tgan sari bitta narsani tushundim. Vaqt juda ham tez va jim o'tib ketar ekan. Oldinlari faqatgina men Instagram uchun tor, kalta, neudobniy kiyimlarni kiyib, hammaga chiroyli ko'rinishni, hamma meni yaxshi ko'rishini ko'rganda, "Vau, chiroyli ekan" deyishni xohlardim. Lekin hozir mendan faqatgina yaxshi xotiralar qolishini xohlayapman. Sochlarimni qaranglar, 5-10 minutgina maskani ushab, shunday yuvib chiqdim. Ukladkalarim, sochimni qaranglar, yaltirashini. Neoniyada hamma soch turlariga mos keladigan uxodlar bor. Ko'k rangi namlantiruvchi va men yaxshi ko'radigan pushti ranglisi shikastlangan sochlar uchun. Sariq ranglisi bo'lsa sochingizga hajm va shakl beradi. Pul rangi bo'lsa sochinglarni zo'r oziqlantiradi. Xullas, eski video rasmlarimni o'chirganimni men hozir afsus bilan emas, xursand bo'lib aytmoqman. Men ya'ni o'zim tarbiyaladim va bundan xursandman. Negativlar, meni qaysidir gaplarim jig'iylarga tegib, qatilandir qichitayotgan bo'lsa, meni direktim sizlar uchun har doim ochiq va kommentariyam ham. Xohlaganingizcha hamma gapinglarni yozib ketinglar. Lekin maskalarga gap bo'lishi mumkin emas.